Agar mashinani rulni faqat burishsin deb o'ylasangiz, noto'g'ri o'ylayapsiz. Tajribali shoferlar rul orqali mashinani qati buzilganini aniqlab olishadi. Hozir men sizlarga shuni o'rgataman, ungacha siz obuna bo'lib qo'ying. Birinchi bo'lib, xalastoy holatda rul zirillasa, demak motoringizni podushkasi ketgan bo'ladi. Agar to'g'ri yo'lda ketayotganingizda mashinangiz ruli mana bunaqa vibratsiya beradigan bo'lsa, demak mashinangizni balansirovka qildirish kerak. Agar tekis yo'lda ketayotganingizda, tormozni bosganingizda xuddi shunaqa vibratsiya beradigan bo'lsa, demak oporniy diskalaringiz qiyshaygan bo'ladi. Ruldan qo'lingizni qo'yib olsangiz, tekis yo'lda mashina chapga yoki o'ngga tashlayotgan bo'lsa, demak razval ketgan bo'ladi yoki oldi baloningizni qaysidir bo'shab ketgan bo'ladi. Agar mashinangizda krutoy pоворot qilayotganingizda rulingiz bir yumshoq bir qattiq bo'lib qolgan bo'lsa, demak krestavina yoki rulivoy valingiz ketgan bo'ladi. Xullas, sizlarning mashinangizda shunaqa muammolar uchrayotgan bo'lsa, Carlandga mashinanglarni olib kelsanglar, ko'rib diagnostika qilib beramiz.